Assalomu alaykum. Akalarim, ukalarim, opa-singillarim. Kechagi chiqargan shorts videomda ancha yaxshi komment yozilibdi. Xursand bo'ldim. Sizlarning kommentlaringizdan bir motivatsiya olamanda, yana bir nima deydi, ishga bo'lgan ehtiyoj nimalar ko'payadi-da. Nima demoqchiman? Har bir insonning gapi muhimda, baribir. Qanaqadir dalda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Chalik meni o'ylab yozibsizlar, boshqa qilibsizlar. To'g'ri, avvalose e'tibor berish kerak emas. Avvalose e'tibor berish kerak emas. Bir xil payt yomon tegib ketadi. Bir xil kommentlar yomon tegib ketadi. Undan ko'ra telefon qilib, shundoq gaplashib qo'ya qolgan yaxshimi yoki ko'rishib qo'ya qolgan yaxshimi deb o'ylayman-da o'zimcha. Rahmat, lekin hammangizga katta rahmat.